Diqqat! Pensiya oluvchi fuqarolar uchun ajoyib xushxabar hozirgina e'lon qilindi. 1 yanvardan pensiyalar yana oshiriladi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2026-yilda oylik stipendiya, pensiya va nafaqalarni oshirishga qancha pul ajratilishi ma'lum bo'ldi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjetiga doir qonun loyihasini e'lon qildi. Hujjatda qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelasi yili davlat xodimlari ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga budjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunga ayrim xizmat turlari narxi ko'tarilishi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi xarajatlari ham kiradi. Kelasi yillarda aholi real daromadlarni ko'tarish uchun davlat xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalarni yillik inflyatsiyadan yuqori oshirib borish reja qilingan. Prognozlarga qaraganda 2026-yilda O'zbekiston inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlari ish haqi 1% oshirilsa, budjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirdi. Pensiya 1% ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Budjet xarajatlarining katta qismini ish haqi to'lovlar tashkil etadi. Masalan, 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlat 172,8 trillion so'm ajratmoqchi. Avvalroq e'lon qilingan fiskal strategiyasida O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlari ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangan edi. Shu bilan birga kelasi yilda davlat idoralari budjetdan qancha pul olishi ham ma'lum qilingan, deyiladi xabarda.